Oxirgi paytlar bizdan juda ham ko'p so'rashganligi uchun aynan shunaqa stollarni sotuvini yo'lga qo'ydik. Bu stolimiz ham nomi Roundo deb nomlanadi. To'liq plastmassadan ishlangan, juda ham yengil, bitta odam bemalol ko'taradi. Buni qop-qora rangi ham bor. Eng katta afzalligi buni mexanizmida. Bemalol ochib tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Kerak paytda yana joyiga qaytarib ishlab turasizlar. Buni yoniga qo'ygan stullarimiz Todo deb nomlanadi. Buni mana bunaqa ekoko'jadan qilingan variantlari ham bor. Xohlasanglar alohida yostiqchalarni qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Va buni yana poliester materialdan qilingan, yumshoq o'rindiqli, tellatmaydigan, mo'sh materialdan qilingan, yuvib artib joyida ishlab tursanglar bo'ladi. O'zida kir ushamaydi. Juda ham yaxshi material. Xohlaganlar uchun hech nimasi yo'q. To'liq plastmassa varianti ham bor. Bular juda ham yengilligi bilan, baquvvatligi bilan ajralib turadi. Narx bo'yicha ham budjetli variant. Bular bir-biriga kiydirilganda mana shu holatda turadi. Ya'ni tor joylarga ham sig'ib ketadi. Bemalol ishlab tursanglar bo'ladi maza qilib. Bizga bemalol Instagramda direct orqali murojaat qilsanglar bo'ladi yoki qo'ng'iroq qilinglar, Telegram orqali murojaat qilsanglar ham, Xudo xolisa buyurtmalarni qabul qilib, tez fursatlarda yetkazib beramiz.